Kunlarning birida Muhammad Porso Makkaga boradigan bo'lib qoldi. Hoji Abu Nasr ham shu ishga jazm qildi. Otasi yolboshchilik taraddudida bo'lsa, o'g'li unga eng yaqin sirdosh mahram bo'ldi. U cholda ketayotib bir qadam bossa, bu ham unga ergashib izmaz, qadam-ba-qadam borardi. Bir necha kun davomida ular cholni bosib otib, maqsad manziliga ham yetib bordilar. Kelgan xalq haj qilishning asosiy qoidalarini to'la bajarib, tavof qilish orqali yaxshi-yomon mushitsoliklar, hatto kelolmaganlar o'rnida farishtalar ham oliy maqomlarga erishdilar. Foniylar ham, qolgan amaldorlar ham o'z tilaklarini bildirishib, Alloh qoshida ularning barcha tilaklari mustajob bo'ldi. Xalqning iltijolarini ado etish va barcha kelganlarni duo qilishlik uchun shuncha odamlarning ichidan munosib bir kishini izlashar ekan, Hoji Porsoga yozma ishora bo'ldi. Bu vazifani bajarish Hoji Porso ustida to'xtar ekan, u esa Hoji Abu Nasrga murojaat qildi va dedi: "U mendan ustun. Bu yuqori vazifaga menga qaraganda u loyiqroqdir. Yon mashaqqatlari meni vahimaga solgan edi. Yo'l qiyinchiligini Alloh unga oson qildi. Yo'ldagi notinchliklar menga zarar keltirsa, unga bu tariqat yo'lida rohat va huzur bag'ishladi. Men o'zim uchun, uning uchun tashvish chekkan bo'lsam, u o'zini ham, meni ham Allohga topshirib, barcha tashvishlardan xoli bo'ldi." U shunday deb o'g'lini ko'rsatar ekan, unga qarshi uzr aytishga imkoniyat qolmagan edi. Otasi Sham singari ko'zdan yoshlar to'kib, ichidan yonayotgan chinordek duoga qo'lini ochdi, rahmat aytib, odatga ko'ra kechirishlariga istak bildirdi. Hoji esa ko'zida yosh bilan omin qildi. Uning so'nggi duosi shunday bo'ldi: "Yo Robbim, seni panoh qilib, uyatga qolgan holda deyman. Men qanday tilak bildirish rasmini o'rniga qo'ya olmagan bo'lsam, uning qilgan ominini zoyi etmasang bo'lgani." Ota deyishga loyiq kishining sa'y-harakati bilan o'g'lining ishi shu darajaga yetdi. Yo Alloh, o'sha qilgan omin va duolaring hurmati hamda ota va o'g'ilning hurmati. Sen bu ota bilan o'g'ilni doim davlat va din taxtida uzoq tutgaysan. Uning boshqa o'gillarini, uning o'gillari buning inilarini ham hurmatga sazovor etgaysan. Butun olam ularning ixtiyorida bo'lib, olam xalqi ichida Shayxu Shahriyor ham shulardir. Shohni duo qilish bilan so'z ham tugadi. Endi Navoiyning tilagi sharobdir. Soqi, qadahda bodani olib kel, uni menga xoh shoh tutsin, xoh shahzoda, farqi yo'q. Ertayu kech mast bo'lay. Qachongacha riyo bilan porso bo'laman?